2010-yilda BYD va Mercedes-Benz kompaniyalari birgalikda Denza brendiga asos solishadi. Oradan 11 yil o'tib Mercedes-Benz kompaniyasi o'ziga tegishli 40% ulushini BYD kompaniyasiga sotadi. 2024-yil sentyabr oyidan boshlab Mercedes-Benz kompaniyasi o'ziga tegishli bo'lgan 10% ulushini BYD kompaniyasiga sotib, Denza brendidan chiqib ketdi. Ushbu ko'rib turgan avtomobillar 2025-yilning eng shov-shuvli SUVlaridan biri bo'lgan va BYD kompaniyasining premium brendi hisoblangan Denza N9 avtomobili. Videoga like bosing deb majburlamaymiz, ammo sizni bosgan like'ingiz bizga davomiy ijod qilishimiz uchun yordam beradi. Ushbu avtomobillar to'liq elektrik va gibrid versiyalari sotuvga chiqarilgan. Ikkala versiyada ham 3 ta elektrodvigatel bilan jihozlangan bo'lib, motor qani? Motor bitta ekan. Elektromobilda 100 kilovatli batareyka bilan jihozlangan bo'lib, 950 bitta ot kuchi. Aynan shu gibrid versiyasi 2 litrli turbina motor, 47 kilovatli batareyka. Umumiy hisobda 910 bitta ot kuchi, 0 dan 100 gacha 3.9 sekund. Gibrid holatda 1302 kilometrgacha masofa bosib o'tadi. Agar tokki o'zida yuraman desangiz, 202 kilometrgacha masofa bosib o'tish imkoniyatiga ega. Avtomobil kengligi 2030 mm, uzunligi 5258 mm, bo'yi bo'lsa 1830 mm, 275 45 R22 radiusdagi diskalar Continental balonlarda. Avtomobilda 14 ta kamerasi bo'lib, oldi, orqa va yon kameralari avtomobilni 360 gradusda ko'rish imkoniyatini beradi. Orqani ko'rish oynalari o'rniga kameralar. Bu ham haydovchiga orqa tarafni aniqroq ko'rishga yordam beradi. Lidar va radar funksiyalari 12 ta ultratovushli sensor bilan birgalikda ishlaydi. Bu funksiyalar avtoparkovka, yo'l chiziqlarini aniqlash va boshqa xavfsizlik funksiyalarini amalga oshirishga yordam beradi. Yon oynalarida kameradan tashqari NFC karta bilan ochib yopish funksiyasi ham mavjud. Undan tashqari ko'rinmas zonalar monitoringi va oynani isitish funksiyasi mavjud. Eshigi bitta knopka bilan ochiladi. Agar yaqinlashsangiz, o'zi to'xtaydi. Uzoqlashsangiz, yana ochiladi. Mexanически ham ochsanglar bo'ladi. Elektronniy parogi ham bor. Yopilishi ham shunaqa. Qo'shimchasiga pultdan ham yopsanglar bo'ladi. Texnologiya. Oynalari 2 qavatdan iborat. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, shum izolyatsiya darajasi Lisa N9 bilan bir xil. Shu joyda sizni reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Hozircha bu joylarimiz bo'sh. Avtomobil 6 o'rindiqli bo'lib, oldi o'rindiq nulovoy gravitatsiyada bo'ladi. Ikkinchi qatorda kapitanskiy sidenyalar bir-biriga yaqinlashadi. Undan tashqari o'rindiqlarni yotqizib, to'qspanli kravat qilib foydalansa ham bo'lar ekan. Xohlasangiz birinchi qatorni spanli qilib ishlatasiz, xohlasangiz ikkinchi qator bilan uchinchi qatorni birlashtirib spanli qilib ishlatsangiz bo'lar ekan. 4 ta o'rindig'ida sovutish, rul va 6 ta o'rindiqda isitish tizimi mavjud. 4 ta o'rindiqda massaj funksiyasi ham bor ekan. Undan tashqari har bir o'rindiqni monitordan boshqarsangiz bo'lar ekan. Menga eng yoqqani xuddi G-klasslarga o'xshab avtomobilni burilganda bokovoy spinkalari belizni quchoqlab olar ekan. Haydovchi va yo'lovchi oldida 13.2 dyumli ekranlar. Markaziy displeyda bo'lsa 17.3 dyumli ekran. Ikkinchi qator uchun ham 17.1 dyumli ekran mavjud. Avtomobilda 26 ta dinamikadan iborat bo'lgan Diviled akustika sistemasi bilan jihozlangan. 50 vatli simsiz quvvatlashdan oldida 2 ta va orqada 2 ta bor. Bardagi muzlatgichni chap tomondan ham, o'ng tomondan ham ochsa bo'ladi. Ikkinchi qator uchun ham muzlatgichi bor. Birinchi qator uchun kichkina panorama, ikkinchi va uchinchi qator uchun katta panorama. Pardalari ham bor.
5 zonali klimat kontrol, birinchi va ikkinchi qator deflektorlarni monitordan boshqarasizlar. Avtomobilni ichidagi havoni tozalash funksiyasi ham mavjud. Avtomobilni pnevmopodeskasi 3 ta rejimda tepaga pastga tushib chiqadi. Ko'rasizlar, clearance'larni ham ko'rsatib turadi avtomobil bo'yi bilan. Undan tashqari, upravleniyani sport va komfortga o'zgartirsanglar bo'ladi va amortizatorni qattiq yumshoqligini o'zgartirsanglar bo'ladi. Bu mashinani internetda mashhur qilgan fichkasi oldida to'xtab turadi va orqa ikkita ballonni 360 gradusda aylana oladi. Undan tashqari, kraf funksiyasi ham mavjud. Ko'rasizlar, mashinamda ketayotgan joyida 4 ta ballonni bitta tarafga buriladi. Avtomobilning rejimlarini ko'rib chiqamiz. Ko'rasizlar, avtoda bu o'zi yo'lga qarab moslashib oladi. Snow, ya'ni qorli joylarda. Ko'rasizlar, orqa ballon sirpanishiga qarab o'zi to'g'irlab oladi. Undan tashqari, qumli joylarda ham yuradigan funksiyasi bor. Bu funksiya loyli joylarda, ya'ni botib qolmaslik uchun kerak bo'ladi. Qolgani o'zi o'zingiz to'g'irlab olasiz. Customga kirib, o'ziga xolab to'g'irlab olsangiz ham bo'ladi. Esdalik uchun rasmga tushib olsanglar ham bo'ladi. Baribir xohlasanglar knopkadan ochasizlar, xohlasanglar monitordan ochsanglar ham bo'ladi. Bunga parol qo'yib qo'yish imkoniyati ham bor. Baribir ichida osvetlitelni alishtiradigan joyi ham mavjud. Avtomobildagi ko'p knopkalar xrustal bilan boyitilgan. Nemis brendi Mercedes-Benz GLS 450 o'rta hisobda $165,000. Yapon brendi Lexus LX 600 o'rta hisobda $155,000. Xitoy brendi Denza N9 hozirgi kunda Avenue Motorsda sotuvda mavjud avtomobilning narxi $108,900. Shularning orasidan qaysi birini o'zingizga tanlagan bo'lardingiz? Qimmatli fikringizni kommentariyga yozib qoldiring. Shu va shunga o'xshagan avtomobillar buyurtma asosida kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mehnatlarimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida videoga bitta like bosib olasiz. Yangi mashinalarning obzorlarini o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying.